alaykum rahmatulloh. Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan yana bir bora shunaqangi bir ajoyib, chiroyli davrada g'oyibona ko'rishtiramiz. Xudo xolasa bugungi darsimiz oldingi sertifikat loyihasini davomi. Ko'rib turibsizlar, sertifikatimizning eng muhim bo'lgan tashqi ko'rinishini qo'ldan kelgancha harakat qildik. Va endigi navbat uning ichki ko'rinishi, ya'ni uning ichidagi asosiy mazmun va mohiyatni kasb etadigan matn. Xo'p, avvalambor dars tayyor bo'lsalaringiz boshladik. Stavka bo'limi, figura bo'limidan boshlaymiz va bizga to'g'ri to'rtburchak shakli kerak bo'ladi. Va biz buni aynan o'rtaga xuddi shunaqa holatda chizib olamiz. Va buni chetini, chegarasini qora, chin rangini esa oq rang qilib qo'yamiz. Demak, shunaqa ko'rinishda markazda bo'lsin. Va endigi navbat biz aynan o'rtasiga biz o'zimizning shaxsiy logomizni olib kelishimiz kerak. Mana bizning logomiz tayyor. Demak, Ctrl V bilan qo'yamiz. Mana, xo'p. Har doimgidek format figura, oblast видения, risunukdan rasmni eng yuqoriga chiqarib olamiz. Va format figura, ya'ni format risunuk obrazisdan bu figuradan dumaloq shaklni tanlaymiz. Va azizlar, xuddi shunaqa qilib logomizni shu o'rtaga joylashtiramiz. Va logomizni chetiga sariq rang beramiz hamda qalinroq qilamiz. Mana bo'ldi. Mana azizlar, ana endi navbat biz yana bir yozuv maydonini chaqiramiz va bu yerga kanalimiz nomi va bizning shiorimizni yozamiz. Demak, mishkan o'ng tarafi Ctrl-net bo'ldi. Ana endi demak, birinchi katta harflar bilan kompyuter asri va o'rtaga qo'yishimiz kerak glavniy bo'limi va yozuvimiz razmerini biroz kattalashtirib olamiz va shriftini esa qalin shrift qilamiz. Baxin shrift. Baxin shrifti bo'la qolsin. Mana. Kompyuter asri. Va endi shift enter bilan pastga tushaman va maqsadlar birlashgan maskan deymiz. Va aynan shu shiorimizni razmerini kichraytirib olamiz. Va shriftni ingichka shrift qilamiz. Mana. Men nazarimda aynan shu shrift va shu razmer mos keldi. Va tagidagi qizil chiziqni fayl bo'limi, parametr bo'limi, opsiyadan har doimgidek olib tashlaymiz. Mana bo'ldi. Xo'p, ana endi bizni asosiy qiladigan ishimiz biz sertifikatimizni ya'ni qanaqangi sertifikatligini yozishimiz kerak bo'ladi. Stavka bo'limi figura bo'limidan aynan mana bu shaklni tanlaymiz va mana bu joyga yozib olamiz. Demak, bu sertifikatning muhim nomli qo'yilish kerak bo'lgan joyi. Demak, orqaga rang berib olamiz. Och sariq rang. Mana va kichraytiramiz va ichiga yozamiz. Добавить text. Misol uchun savodxonlik sertifikati yoki kompyuter kursi sertifikati desak ham bo'ladi. Endi o'zimiz qisqaroq qilib yozishimiz kerak bo'ladi bu yerda. Misol uchun dizaynerlik sertifikati deb qo'yaylik. Dizaynerlik sertifikati. Mana. Demak, yozuvimizni rangini qora qilib olamiz
va yozuvimizni razmerini kattalashtirib olamiz. Xo'p, xatolarni to'g'rilaymiz. Dizaynerlik sertifikati. Demak, shriftimizni antiqa shriftga qo'yishimiz kerak. Mana shunaqa shrift men nazarimda juda ham mos tushadi. Dizaynerlik sertifikati va endi biz bunga yanada chiroyli joziba berish uchun figuradan to'g'ri, ya'ni rom shaklini olib kelamiz va mana bu joyga ichiga qora rang berib chetlarini olib tashlaymiz va kichraytiramiz. Mana va Ctrl bilan tortamiz va bu tarafiga ham qo'yamiz. Mana azizlar, demak mana dizaynerlik sertifikati tayyor. Stavka bo'limi, figura bo'limi A'ni chaqiramiz va yozuv maydoniga yozamiz. Kompyuter asri maqsadlar birlashgan maskan dizayner sertifikati bilan taqdirlanadi. Hop. Yozuvni o'rtaga qo'yib olamiz. Demak, qalamli bo'limi mana. Va yozuvimizning razmerini kattalashtirib olamiz. Chetlarini olib tashlaymiz. Ctrl va kichraytiramiz. Va bu shriftimizni ham yuqoridagi shriftga qo'yib qo'yamiz. Bilan taqdirlanadi. Kim? O'sha insonni ismini yozamiz. Birinchi navbatda biz yana bitta yozuv maydoni yoki shuni o'zidan foydalansak ham bo'ladi. Mana. Xo'p. Misol uchun Azizbek Kamolov. Azizbek Kamolov deymiz. Yozuv shriftini o'zgartiramiz. Demak, pastga tushadigan bo'lsak, bizda chiroyli ko'rinishda yozuv shriftlari bo'lishi kerak. Mana. Xo'p, Azizbek Kamolov. Orqa fonni olib tashlaymiz. Net zalifga. Mana. Bo'ldi. Endi uni tagiga to'g'ri chiziq chizish ham mumkin yoki bo'lmasam glavniy bo'limidan biz mana bu variant bilan foydalansak bo'ladi. Tagiga chizib qo'yish. Ko'ramiz agar chiziq ko'rinsa. Demak, chiziq ko'rinmas ekan, azizlar, olib tashlaymiz buni. O'zimizning eng oson va sodda usulimiz to'g'ri chiziqni chaqirib olamiz va shunchaki shift bilan chizamiz. Shift bilan chizsak, chiziq to'g'ri chiziladi. Mana bo'ldi. Va chiziqni yozuvga moslashtirib olamiz. Demak, bunaqa bo'ladi va chiziqni rangini va uning qalinligini o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Mana bo'ldi. Mana azizlar, aynan juda ham mos tushdi. Xo'p. Ana endi dizaynerlik kursida 3 oy o'qiganligi va hokazo so'zlarini yozib ketish mumkin. Uning uchun ham biz bitta yozuv maydonini chaqirib olamiz. Orqa fon rangini olib tashlaymiz va yozuvlarni mayda harf bilan yoki shriftini chiroyli shriftga o'zgartirib qo'yamiz. Tabiiy shrift. Xo'p, baxin shriftdan foydalanamiz. Ingichkasidan. Xo'p, Azizbek Kamolov. Taqdirlanadi Azizbek Kamolov. Kompyuter asri maxsus dizaynerlik kursida 2 oy xo'p o'qiganligi hamda darslarda juda faol bo'lganligi uchun deymiz. Demak, xatolarimizni to'g'rilab ketamiz. Azizbek Kamolov kompyuter asri maxsus dizaynerlik kursida 2 oy o'qiganligi bois
bois va darslarda juda faol bo'lganligi uchun taqdirlandi deb qo'yamiz. Qisqa va lo'nda. Demak, endi azizlar bizga kerak bo'ladi sana va imzo. Ustoz imzosi va sana qaysi sanada berilgan. Demak, buning uchun biz yozuv maydoniga chaqirib olamiz. Mana xo'p. Sana deb yozamiz. Yozuvdagi glavniy bo'limidan o'rtaga qo'yib olamiz va kontrnet qilib atrofini o'chiramiz chizig'ini va granitsadan tepaga yuqoriga chiziq qo'yib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Xo'p, sanamizni razmerini sal kattaroq qilamiz. 20 yoki 18 ham bo'laveradi. Mana 18 bo'ldi. Xuddi shuni ko'paytiraman va o'chiraman sanani. Tepadagi chizig'ini olib tashlayman va sanani yozamiz. Bugungi sanamiz xo'p 28 ekan. 28.12.2025. Mana bu sanada mishkani o'ng tarafi zalifga net. Sanani shriftini baxin shrift qalin qilib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Xuddi shuni sanani kontrol bilan tortib ko'paytirib olaman va endi bunga imzo deb yozamiz. Yoki ustoz imzosi. Ustoz imzosi deymizda bu yerga imzomizni olamiz. Ctrl C va Ctrl V. Xo'p, har doimgidek format figura, oblast видения, risunukka bosamiz va yuqoriga chiqarib olamiz. Va imzomizni shift bilan yoki alt bilan kuchaytirib qo'yamiz. Mana azizlar, bizning sertifikatimiz tayyor. Va endi sizlarga bir ajoyib yana chiroyli holatda bo'lish uchun mana bu mukofot, ya'ni 2025-yil mukofotini yarmini yorug'lik tushib turgandek tasavvur uyg'otish uchun biz quyidagi shaklni chaqiramiz va shift bilan chizib olamiz. Diqqat bilan e'tibor beramiz. Bu joyda bunga oq rang beramiz va chetini olib tashlaymiz. Xo'p. Sariq bilan, ya'ni sariq nuqtani ushlab, xuddi mana bunaqangi yarim oy shakliga olib kelib olaman. Kattalashtiraman. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Yana biroz kattalashtiramiz. Mana bo'ldi. Taxminan. Ana endi buni shaffoflashtiramiz. Format figura bo'limi, zalifka va prozrachnikni oshiramiz. Mana ko'rib turibsizlar, shunaqangi bir ajoyib kombinatsiyalar qilib biz loyihamizni chiroyli yakunlasak ham bo'ladi. Yanada prozrachnikni ko'paytirib qo'yaylik. Tabiiy holatda mana mukofot so'zini odan keyin qo'yib qo'yamiz va buni biroz kichraytiramiz. Juda ham ajoyib holatda sertifikat tayyor. Albatta bu loyihani bajarib ko'rasizlar. 2025-yilning eng chiroyli loyihalaridan biri bo'ldi. Albatta gapim rost bo'lsa, videoni izohiga fikrlarni bildirib ketamiz va videoga reaksiyalar qoldiramiz. Hammaga omad. Xudo xolasa keyingi loyihalarda ko'rishguncha. Assalomu alaykum.